Gelmeyeceğim. Dükkan boğan ki çakma atası. Bana. Attam, Koy salam olsiz. Koyni Hayır, kıpırız siz. Attam. Kıpırız. Bere, yoba bere Ben çakmam. Attam. Aşıcı neç bunu satkan? 169 koy. 99 koydu palet kıvatımız. Kutunuz mu? Onundaki manada uşak güvenzigidek ihtiyacı var dostlarımızdan. Birisi bir koy içki modeli kılımız. Ma ulak ne? Man demeydi o. Verdi o. Onundaki manada su turbusuna kadar güvenzisi var ki. 11 koy 9 modeli kılımız. İmam kemmeydi o. Kedi de mine ha. Mine. Çakkaç anında meyitler Rus 99 koydu palet kılma. Ha gap kılmayın makuldan. Onun başka ma akli ihtar bovaklarının arvusunca neç bunu satman. 699 koydu palet kılma. Hem nakşiyet alaytke, uslayını alaytke, onun başka tevit alaytke, bütün işini kılalaytke. Aş küçük apsilsek oldu ki ona. Şunak. Onun başka gaz mülçisi. 699 koydu palet kılma. 1200 koy Ha satmayız. men cek yapmayayım. Onun başka ma alыстonniki 50 litrelik olamdı, 60 litrelik olamdı. Her kandı 199 koy satmayız. 599 koy. Ha. Onun başka ma Xavtaytayniki 550 koy satmayız. 299 koyulup kessin ha menge. Ma Jomo'nun ma matonsi hem bek danlıyıq dep anladım. Bu diyen markalık pek cığıma attığıma diyeni. Adet bu ne? Aş cıngını kılma 599 koyulu kılma. Onun başka ma Xuasanın memsi markalıqdı o. Ja çıkıp kasqana kılmaz. Koy bir gün döleyimiz. 299 koyup kessin. 1288 Ha menge ja yengden öjvan şu okumakçı olan dostumuz bir yak qarang ha. Maniki bir semes bir jipni 199 koyulu payak qıp berme. Ha peşanınız koymay ondan başka. Ana üstüdeki yatağa koy kılgan kristal 3 xil rangda yandıgan manadaki peçet çırgımızını 229 koyulu qıp berme. Menge. Ondan başka ma şu çizdemsiz, aynektemsiz ma şu. Ha 5-ci peçet yürüyüşlüklerini 888 koyulu payak qıp berme. Ma az tarafdaki Xavtaytayning meçillerin hemmesi 299 koyulu payak qıp berme. Ondan başka ma Alıstonning boşluğu var mı ya? 8 yıl. Ma 8 yıllık boşluğu var ki dostlarımız 599 koyulu payak qıp berme. Ondan başka ma Alıstonning bu statkusunu 1188 koyulu payak qıp berme. Ma Xavtaytayning birikme oçaqlari endi bu statku oçaq amdelqi Tuxapku bütün narsani rolunu o'taydi do'stlarimiz. O'rin egallamaydi shunchalik ham marka ondan başka 3 narsani bir yerga qo'ya olasizlar. Uyingda shunchalik ixcham chiroyli pechat oldu. 10800 koy. 5999 koyulup ketsin. Onun ustiga men bir qo'yning go'sht patidi, ham mifam pishiramiz, go'sht pishiramiz. Har qanday narsalarni pishirishga intay mos keldi. Xavtaytayning bu statkusi 499 koy ham bir yillik bo'shana. Chiroqdan palyat qilamiz. Bundaq choyxona ochadigan bo'lamdi, ham romantik o'tirgan do'stlarimiz bo'lamdi. Manadek pechat rangli chiroqlarimizni 229 koyda palyat qilamiz. Ma'qulmi? Ondan boshqa manadek kristal pechat manadek manadek chiroqlarimizni 1399 koyda palyat qilib berma. Ondan boshqa manadek asmi chiroqlarimiz bu kristal pechat chiroqlarimiz 1199 koyib ketdi. Ma 12 bosh, 6 bosh asmi chiroqlarimiz mening palyetimda 888 koyib ketdi. Ma qarsam Bigvalonning ma eng mo'chini sotadigan siz palyat qilyapmiz, qarq qo'yqlam. Ma Bigvalonni davlat bayramı men o'zim faoliyat qilib 5299 ni setyapman. O 5200 necha koy palyat olmaydi. 3699 koydim. Hammasi qarq qo'yib palyat qilyapti. Ha gap qilmay menga. Achamiz palyatni men nochib qotdiq, endi bahoni egizpas qilmaysiz ha. Ash xaridorlarimizga razqa asosdan mulozimatni yaxshi qilsangiz telefon nomeringizni bir deb bergan bo'lsangiz. 153 0997 57 77. Qayta bir deb bergan bo'lsangiz. 153 0997 57 77. Boshqa shaharlarga mal salsiz ha? He, boshqa shaharga mal salmiz. Ha do'stlarimiz, ma do'kondagi bütün oila elektr uskunalari bo'lsin, hamda gul bo'lsin, eng tuvan holatda palyat qilayotgan bo'ldik. Palyat vaqti mush filmni qo'ygan vaqtdan boshlab 10-oyning 7-sigacha do'stlarimiz fursat g'animat bo'lib, mana o'zingizlarga ehtiyojli bütün narsalarni setib olsanglar bo'ldi. Bu yana adres bo'lsa shaharning 2-doktorxonaning qiyipash udilga joylashgan illiq makon oila elektr uskunalari do'koni. Illiq makon gulchilik degan do'kon shu. Mush film yurak berib atrofingizga mana shu yangidan uy ko'chmoqchi bo'lgan, mana shu gulga ehtiyoji va oila elektr uskunalariga ehtiyoji va do'stlar mush filmni ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.